Bu yerda juda ham kamchiliklar ko'p. Har bitta yo'nalish bo'yicha pedagogik kengash bor. Tekshirib, baholash mezonlari asosida baholanadi. O'qituvchilarimiz ish tayyorlayapti, mehnatini qadrlaymiz, lekin nizomni o'qimasdan tayyorlayapti. Baholash mezoniga qaramasdan ish yuklashyapti, tayyorlashyapti. 1063 ta ishda mana bor yo'q umumdagi narsa respublikaga tavsiya etildi. Barcha fanlar ichida. Viloyatga 125 ta ommalashtirishga tavsiya etildi. Hali ommalashgani yo'q. 25 taga aniq bo'ladi. Buni respublika bosqichiga yana ko'rib chiqadi. Tuman bosqichiga 316 ta ish tavsiya etilgan. Maktab miqyosi ommalashtirgan, yana maktabga qaytgan, bali yetmagan, tumanga, viloyatga, respublikaga bali yetmaganlar 405 ta, juda ham ko'p. Maktabga qaytarib yuborilgan. Maktabda ommalashtiriladi. Va umuman maktabda ham, tumanda, viloyatda, respublikada ham